Xo'p, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Imronbek Gaming kanali va bugungi videoda men sizlarga qanday qilib Bedrock Edition'da mob farm qurishni o'rgataman. Xo'p, birinchi qiladigan ishlar 8 ta blokni yonma-yon bunday qilib qo'yib olasizlar. Endi esa moblarni urish oson bo'lishi uchun mana bunday qilib yarimta bloklardan qo'yib chiqasizlar. Tugatganingizdan keyin 20 blok tepaga qurasizlar, jami 22 blok bo'ladi. Tugatganingizdan keyin 8 blok uzunlikka suv quyish uchun blok qo'yasizlar. Endi esa 2 shelak suvni bu yoqqa qo'yasizlar. Ko'rganingizdek pastga oqib tushmayapti. Agar pastga oqib tushsa, buni xato qilgan bo'lasizlar. Endi esa moblar spawn bo'lishi uchun ularga platforma qurasizlar. Platforma shu shaklga kelgandan keyin eshikning ukkasini men ko'rsatgandek qilib joylashtirasizlar. Keyin esa 2 qavatli devor qilasizlar. Devorlarni qurib bo'lganinglardan keyin eshikning ukkasini boshqacharoq qilib joylashtirasizlar. Ya'ni mana bunday qilib. Endi esa eng asosiy qismi tomni qo'shishga navbat keldi. Tomni esa oddiy qurasizlar, ya'ni mana bunday qilib. Do'stlar, men sizlarga mob farm qanday ishlashini ko'rsatmoqchiman. Xullas, moblar mana bu yerda paydo bo'ladi, keyin esa boshqa tiqilib suvga tushishga majbur bo'lishadi. Keyin esa suvlarni pastga itaradi, sizlar esa uni o'ldirasizlar. Moblar pastga tushganda mana bu yerda sizlar uni o'ldirasizlar. Mol? Aytgancha mana bu yerdan 4 ta blok qo'ysanglar o'zlariga qulay bo'ladi, shuning uchun qo'yishinglarni maslahat beraman. Moblar yuqorida spam bo'lmasligi uchun mash'alalarni qo'yib chiqishingizni ham maslahat beraman. Endi esa mob farm qanday ishlashini ko'ramiz. Ana birinchi o'lchamiz tushdi. Herobrine zombie ham tushdi. Do'stlar, videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar, videoni ko'proq odam ko'rish uchun kommentariya yozinglar. Sizlar bilan Imronbek Gaming kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.